Toshkent shahridagi premium class novostroyka Moderna Towers'ga kelganmiz bugun. Bizda mana shu novostroykamizda 14-qavatida 80 kvadratli xonadon. Holati korobka, o'zingiz stilingizda remontni bitirib olishingiz uchun. Albatta, Toshkent shahrida ko'pchilik bu novostroykani bilishadi. Joylashgan joyi Yakkasaroy tumani Shotur Rustavelli ko'chasida joylashgan. Bilasizlar, bu novostroykada qancha baland bo'lsa, xonadonlarimizda narxlari shunchalik qimmat. Bizning xonadon 14-qavatda. Ichkarida hozir men sizlarga planirovkani ko'rsatib tanishtirib o'taman. Bunaqa zamoklarni ko'p ko'rsatganmiz. Hozirgi kunda yengil emas, o'sha отпечатка, parol va kartochka orqali, даже Face ID orqali ham bemalol ochsangiz bo'ladigan eshiklar bo'lgan. To'g'ri, kalit уже eski zamon bo'lib qoldi. Xonadonimizga kirib keldik. Open space bizani 80 kvadratli uyimizni kutib oladi. Endi o'zingizga qarab turib, xohlasangiz 3 ta xona, xohlasangiz 2 ta xona. 3 ta xona deganda qanaqa proyekt tushsa bo'ladi? Bitta oshxona, zal, studiyni, o'rtada bitta spalnamiz va bu yoq tarafimizda bo'lsa yana bitta spalnani joylashtirsangiz bo'ladi. Oynadan vida shundoq Toshkent City'ga qaragan, ko'rayotganingizdek juda chiroyli. Nestman Toshkent City'dagi barcha osmon o'par binolar shundoq kaftdek namoyon bo'lib turibdi bizani uyimizning yonida va bizani oynamizdan bo'lsa pastda, ya'ni hovlisi 5-qavatda o'zini basseynlarigacha ko'rinib turibdi. Basseynidan obzor qilmoqchi edik, hozir remont ketayotgan ekan. Basseynda shu sababli obzorni qilolmadik. Hozir azgincha restavratsiya ishlari basseynda olib borilayotgan ekan. 80 kvadratli xonadon 14-qavatda joylashgan open space ko'rayotganingizdek shaharning qoq markazi premium klassdagi jiloy komplekslardan bittasida joylashgan. O'rtada hech kim yo'q, joyi primoy egasini telefon raqamini yozib qo'ydim. Bemalol bizning nomimizdan murojaat qilaverasizlar.